Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda maqal tamsillik cho'chaklardan birini anglaylik, ha? Cho'chak badniyatning qasini to'shik. O'tgan zamonda go'zal Urumchi diyorining cho'ng ko'chalarining birida Sodiqbay degan katta bir oshpaz bor ekan. Onun aşxanası nəğmə navalları xeridorlarının köplüğü bilan şundaq avat bo'lib, shaharning ko'zi sanılır ekan. Onun iki oğlu bo'lib, cho'ng o'g'lining ismi Turaxun, kichkining ismi Nuraxun ekan. O'g'illari maktabda o'qiydi ekan. Sodiqbay kichik o'g'lining yaxshi o'qiganligidan xushal bo'lsa-mu, cho'ng o'g'lining o'qishda orqada qolganligidan ko'ngli g'ash ekan. O balalarını ilim bilimlikmi, hünərlikmi qilib qo'yishni o'ylab, ularni oldiga chaqirib. Balalarım, sizlar kunduzi ilim o'rganib, kechda do'konga kelib, oti kasbimiz oshpazlikni o'rganinglar. Kunlarning birida es qaytib qolar. Debdi. Bu so'z o'qishga ko'ngil shimay turgan Turaxunga xush yiqibdi-da, shu bahona bilan o'qishni tashlab, oshxonaga kelibdi. Inisi Nuraxun kunduzi ilim alsa, kechda kelib oshxonaga yordamlashgach, hunar o'rganishga boshlabdi. Axir u o'qishni a'lo natija bilan tamomlabdi. Oshpazlikni to'liq o'rganib bo'ldi. Kunlarning o'tishi bilan Sodiqbay yoshga cho'ng'ib, uni kasal chirmashga boshlabdi. Burun xallida o'zi o'ltirgan Sodiqbay keyin o'g'illarini navbat bilan o'ltirg'izibdi. O'g'illar har kunlik so'dining xallisini kechda dadasining oldida sanaydi ekan. Para Turaxun xallida o'ltirgan kunni pul ozroq, Nuraxun o'ltirganda chiqroq chiqadigan bo'pti. Buni ko'rgan Sodiqbay: Bu hol Turaxunning ko'ngliga kirib qolganlikning, niyatining buzilganligining va menga oilamizga, tijoratimizga sodiq emaslikning beshorati deganlarni ko'nglidan kechiribdi-da, o'g'illarini uylik o'choqli qilib, ularga do'kon ayirib bermoqchi bo'libdi. Shunday qilib, Sodiqbay cho'ng o'g'liga o'zlari ichib kelayotgan do'konni berib, kichik o'g'liga shaharning boshqa yeridan bir do'kon ichib berib, ikki o'g'lini o'z oldiga tirikchilik qilish yo'liga selib qo'yibdi. Shuningdan keyin Sodiqbay uzun o'tmaylar kasal bilan o'lib ketibdi. Cho'ng o'g'li dadasining katta tayyor do'koniga ega bo'lib, bu do'konning nom shuhratini texim yuqori ko'tarish uchun bir mazgil tamoq sifatini yaxshilab, bahosini arzonlatib, xalqning rahmatiga sazovor bo'lib, nomi chiqibdi. Inis Nuraxun yangi ochgan kichik do'konda o'z o'rgangan hunarini ishga solib, shogird oshpazlarni yaxshi tarbiyalabdi. Tamoq turlarini ko'paytib, boshqa millatlarning tamoqlarini etishni o'rgatibdi. Asta bu oshxonaning danqi chiqishga boshlabdi. Bu chaqda butun xaridor mening, omad mening deb ko'ranglab ketgan Turaxun keyingi vaqtlarda nafsoniyachilik yo'liga qadam qo'yib, tamoqning sifatini tuvaltib etibdi. Burunqida keladigan xaridorlar buning quyruq ko'rsatib, o'pka setayotganligini bilib, selikishga boshlabdi. Nuraxun bo'lsa, tamoqni yaxshilash, turini ko'paytirish bilan birga xaridorlarni yaxshi kutishga alohida ko'ngil bo'libdi. U tamoq to'shig'ichi bilan choychisini shunday karomat tarbiyalabdiki, tamoq to'shig'ichi 20-30 kishining tamoqini asmay buyursa, choychisi jumiki bir ichki gaz kelgan cho'ginni oshxonaning o'tirsida tutib, har bir shiradagi xaridorning piyolasiga bir temim yerga tushirmay choy qo'yadi ekan. Shu zamonning alohida yengiligi bo'lgan bu xil mahorat kishilarni hayron qoldiribdi. Tamoq to'shig'ichining bir qitimda 20-30 kishining tamoqini asmay buyurishi, choychining choy qo'yish hunari, mulozimlarning yaqinlik muomalasi, tamoq turlarining ko'pligi, bahoning muvofiqligi butun xaridorlarni bu oshxonaga jalb qilibdi. Nuraxun har kuni mulozimlarga: Xaridorlarning qalbiga samimiyat gulidan xushburoq chechish oldi bilan o'zimizning inoqligimizga, hammani bir ko'zda ko'rishimizga bog'liq. Butun tijorat qushning gavdasi bo'lsa, mulozimatchilik uning ikki qanoti. Kutkichilar yaxshi kutsa, ondan bu qanot tijoratimizni palak parvoz qildira oladi. Shuning uchun xaridorlarni yaxshi rozi qilishimiz kerak, deydi ekan. Shahar xalqi Nuraxunning oshxonasiga Halolbay oshxonasi deb nom qo'yibdi.
Turaxunning ashxonasining burunqi cho'p qatlari u yerni tashlab Nuraxunning ashxonasiga eqishga boshlabdi. Enisining nam shuhratini anglagan Turaxunning niyati buzilib, Halolboy ashxonasini vayron qilish niyatiga keldi. U enisining ashxonasidagi tamoq to'shig'ichi bilan choychini indagi keltirish uchun ularni mehmon bo'lishga taklif qilib, ziyofat orliqida ularga "Agar mening oshxonamda ishlashga ma'qul bo'lsanglar, shaqinglarni 2 barobar yuqori beraman" debdi. Biroq bu ishga mulozim uning gapini rad qilib, "Bizga yuqori shaq kerak emas. Biz xaridorlar rozi bo'lgan yerdan ayrilmaymiz. Bizga kishilarning rahmatiga sazovor bo'lish kifoya. Biz u yerda xo'jayinimizning ajoyib hunar va mulozimatchilik axloqini o'rgandik. Hozir u kishi bizning xo'jayinimiz emas, balki ustozimiz. Biz uning pir komilning tarbiyasi, halolligi va lilloligi bilan kishilarning rahmatiga sazovor bo'lib keldik" deb uning talabini qabul qilmay ketib qoldi. Turaxun to'za qurishning dastlabida tomishqiga yapti, lekin niyatidan yanmabdi. U Halolboy ashxonasiga pul desa jinini beradigan bir montipazni durg'un pul berib setibdi va uningga ko'nglida so'qqan chotini aytib yo'lga sapdi. Bir kuni Halolboy ashxonasida tamoq yeyotgan bir xaridor tuyuqsiz tamoq to'shig'ichini chaqirib, oldida turgan taqsidagi jiltisi yerilgan bir dona montini ko'rsatib, "Ey, bu nima?" deb vaqirabdi. Tamoq to'shig'ichi qarog'dek bo'lsa, bu montining qiymasi o'rnida andila to'ralgan cho'chqon bolasi turg'udek. Buni ko'rgan tamoq to'shig'ichining ko'ngliga shu alla bir gumon tushibdi. U darhol montini qo'liga elib oldi. Mehmonlar nima ekanligini ko'rish uchun to'planishga boshlabdi. Tamoq to'shig'ichi mushu pok do'konning sapliqiga to'pi chashmoqchi bo'lgan dushmanning kim ekanligini bilgan bo'lsa-mu, lekin do'konning inovatini saqlab qolish uchun xaridorlarga "Janoblarning ko'zida bir narsani boshqa bir narsa qilib ko'rsatadigan kasal bor o'xshaydi. Bu qiyimlanmay qolgan bir to'g'ram go'sht emasmi?" debdi va hech qanday ikkilanib turmay qo'lidagi montini yavatmoqchi bo'lib og'ziga opiribdi. Bu ahvolni ko'rib turgan yiliqi montipas tamoq to'shig'ichining montini kim tukkan bo'lsa bu ishga shu javob qilsin demasdan oshxonnami o'zini ayblashdan saqlab qolmoqchi bo'lganligidan ta'sirlanib, "Hay to'xta" degenicha yugurib kelib, tamoq to'shig'ichining qo'lini tutib oldi va mehmonlarga qarab, "Bu haromzodlikni men shahrimizga katta oshxona xo'jayini Turaxunning mutoasi bilan qilgan edim. Ay, bu mushundoq badniyatlik bilan bizning bu oshxonamizni sundirmoqchi edi" deb jamoatchilik oldida o'z aybini bo'yniga ilib, yiliqi qari ko'ngil raqobatchining chag'usini chitqa yeyibdi. Ko'pchilik Turaxunga la'nat nafrat yoqtiribdi. Bu ish butun shaharga pur ketibdi. Turaxunning ashxonasiga yo'laydigan bir xaridor qolmabdi. Nuraxunning ashxonasi bo'lsa, kundan kunga teg'imi ro'naq tepishga boshlabdi. O'maqlarim, badniyatning qazin teshik degan gap shuningdan keyin eg'izdan eg'izga ko'chib bizga mu yetib kelgan ekan. Kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga ma'no bo'lsin.